Opa, unda bir qizingizni chaqirsangiz, yoshlar bir ko'rishsin, ha? Ha, mayli. Qizim, Ha. kel qizim. Ha. Unda yoshlarni holi qo'yaylik, o'zlari gaplashib borsin. Aynan sizdan. Mayli. Yaxshimisiz? O'rgili? Yaxshi. Nimalarga qiziqasiz? Men misol uchun medik bo'lsam ham, lekin san'atga qiziqaman. Men sportga qiziqaman. Agar menga tegsiz, umuman u ishlarni qilmaysiz. Dugona bo'lib yuramiz ikkalamiz. Hazil. Menga qarang, yigitingiz yo'qmi? Yo'q. Iye, menga qarang, sizlar oddiy chinnilar ishlatasizlarmi? Men sarpalarimga Bagema 002 do'konidan chinnilar olganman va u yoqda juda ham sifatli va qimmatbaho chinnilar arzon narxlarda sotiladi. Yo'q. Xo'sh, endi menga tegasizmi? Bilmadim, uydagilarim biladi. Quda? O, quda. Qizim? Hoy, kim bor? Bo'tta qo'ydi ishingga, asal. Mamnaqalarda o'ynaymiz. Bir oy bo'ldi hali o'ynashni bilmaysiz. Tavba qildim. Mamnaqalar qimmatsiz bo'ladi-yu. Shunaqami? Assalom, sizni harakatlaringiz jo'stki chiqyapti. Mamnaqalar qilish kerak. Qizim? Onam. Oyjon. Yaxshi o'tiribsanmi? Mana to'yingga ham 1 oy bo'ldi. Yangilik bormi? Bor. Rostdan, o'g'ilmi, qizmi? Yangi dviniy ishini o'rganyapmiz. Dijviniy nimasi? Движение, oyjon. Astagfirullah.